Shim kiyyapti, katta xotin, uyat, o'l. Juda yomon ko'raman birovni mamlakatiga borib olib o'zini miyasidagi standartini birovlar bilan tenglashtirsa. Astavkada yurgan paytlarim esimga tushib ketyapti. Akalar, mana shunaqa ko'chada yurib videolar olardim sizlar uchun. Kim u payt eshakdek so'kinardim akalar. Har bitta gapim orasida buyina. Kamerani o'zingizlardan uzoqlashtirib qaranglar-da, bunaqa chichib qo'yganlarga o'xshab turasizlar. Men qaranglar, nima kiyib olganman oyog'imga. Bibi Bob degan joydan ovqat zakaz qildim akalar. Malibu 1 kambag'al. Ana ichkarisini sizlar bilaman. O'zbekman, chiqadigan joyga kiryapman, eshikni itarayapman. Pizdец. Mana taka atmosferni joy akalar. Qo'ltiqda yidi kelyapti lekin. Charislari-ku endi nima deysizlar? Opaxon ovqatimizni olamiz. Opaxon meni ovqatimni tayyorlayapti. Perchatkalar bilan. Molga o'xshayman, faqat o't yeyman ko'kat bilan. O'zbek akamiz. Atalo zo'r ko'rinyapti, qizil bo'lib takoy. Beligili poqanadi soch. Yamal qislar yuragimdan qoch. Mana ismim akalar, xullas men Drew deb zakaz qilaman. Bo'lmasa mana qani ko'rinyapti degan umiddaman. Drew A mana. O'zim ismimni yozadigan bo'lsam, bular o'lib qoladi dedi meni ismimni aytguncha. Shoq. Bu qilt Ruhbek. Yomon xayolga borgan ko't. Boyagi o'zbek aka yonimdan kedib o'tib ketyapti, siqilyapti anaqa. Men undan keyin kelib zakazni undan oldin olganimga jahl qilyapti. Zakaz tayyorlaydiganlarga. Ashuna qilib biz hamma mamlakatda o'zimizni sharmanda qilamiz. Absolyutno hamma mamlakatda.